Negativ dasturga kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, bugun mamlakatning katta trassalarida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ko'chma tarozilar yordamida yuk avtomobillarining og'irligini o'lchashmoqda va 44 tonnadan yuqori bo'lgan og'irlikda yuk tashiyotgan transport egalari yoppasiga jarimaga tortilmoqda. Matbuotda ochiqlangan ma'lumotga ko'ra, bugun 40 mingga yaqin yuk avtomobili bor O'zbekistonda. Ularning har biri 40 tonnadan 120 tonnagacha yuk ko'taradi. O'zbekistonda qurilishlar ko'p va bu qurilishlarning katta hajmdagi yuk avtomobillarga ehtiyojlar yuqori. Bugun ko'chalarda 80-100 tonnagacha yuk olib yuradigan avtomobillarni ko'rishimiz mumkin. Biroq O'zbekistonda davlat yuk avtomobillarini qancha yuk tashib yurishini belgilovchi qarorni 2011-yilda qabul qilib bo'lgan. Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 26 dekabrda qabul qilingan katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni avtomobil transporti tashishda harakat xavfsizligini ta'minlash qoidalari degan qarori bor va bu qarorda avtotransport vositalarining ruxsat etilgan massasi ko'rsatib qo'yilgan. O'sha qarorga ko'ra transport vositasi va undagi yukning umumiy og'irligi 44 tonnagacha qilib belgilab qo'yilgan. 2011-yilda belgilab qo'yilgan norma bo'lsa-da, O'zbekistonga 90 tonnagacha yuk tashiydigan avtomobillar asosan Xitoydan sotib olinavergan. Bunga asos 2021-yil 19-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 52-sonli qarori bo'lgan. Ushbu qaror bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga Xitoyda ishlab chiqarilgan Howo va Sakman markali og'ir yuk tashuvchi avtomashinalarni olib kirishga ruxsat bergan. Qarorni imzolayotgan Prezident Shavkat Mirziyoyev aynan shunga o'xshash qarorini 2011-yilda o'zi bosh vazir bo'lib turgan paytda imzolaganini ham eslagan albatta. Faqat 2011-yildagi qarorda Shavkat Mirziyoyev yuk avtomobillarini qancha tonnaga yuk ortishini ko'rsatgan bo'lsa, 2021-yildagi qarorida Xitoy avtomobillari olib yurish kerak bo'lgan yuk og'irligini ko'rsatmagan. Mamlakatdagi minglab tadbirkorlar yangi qarorni yuk avtomobillarining yuklarga bo'lgan cheklovi bekor qilingan deb tushunishgan. Ular prezident qaroridan so'ng banklarga biznes reja taqdim qilishib, katta foizli bank krediti olib, Xitoy avtomobillarini har birini $100,000 sotib olishni boshlashgan. Olib kirilayotgan katta yuk avtomobillariga davlat tashkilotlari sertifikat bergan, avtomobillar joylardagi yo'l harakati xavfsizligini nazorat qiluvchi tashkilotlar tomonidan ro'yxatga olingan. Hammadan qizig'i, eksport qilingan yuk avtomobillariga berilgan hujjatlarda bu avtomobilning yuk ko'tarish vazni 90 tonnagacha ekani yozib qo'yilgan. Birorta bir mas'ul davlat idorasi xodimi chiqib, bunday bo'lish mumkin emas, 2011-yildagi hukumat qarori bor demagan. Milliardlab dollar mablag'lar Xitoyga chiqib ketgandan keyingina davlat idoralari bugun birdaniga 2011-yildagi hukumat qarorini eslab qolishgan. Va ular O'zbekiston yo'llarida yuk tashib yurgan har bir avtomobilni ko'chma yuk tortish tarozilar yordamida tortishni boshlab yuborishgan. 44 tonnadan og'ir yuk ortgan avtomobillar bugun qaysidir MCHning hamyoniga katta mablag' olib kirmoqda. Muammolar girdobida qolgan yuk avtomobillari haydovchilarining boshlari qotgan. Ularning barcha instansiyalarga qilgan murojaatlariga bitta javob berilmoqda. O'zbekiston yo'llarida 44 tonnadan ortiq yuk ortgan avtomobillar yurish taqiqlangan. Bu haqda 2011-yilda chiqqan hukumat qarori bor. Tadbirkorlarning 2021-yildagi 52-25 sonli prezident qarori-chi degan e'tirozlari hisobga o'tmayapti. Negativ dastur O'zbekistonda qabul qilingan hukumat qarori va tadbirkorlar o'rtasida yuzaga kelgan huquqiy qonunsizlik bo'yicha vaziyatni o'rganmoqda. Bugun ushbu muammo bo'yicha buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovni eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Miromonovich va hurmatli prezidentimizning yordamchilari Saida Shavkatovna. Men Buxoro viloyatidan tadbirkor Viya Muzaffar Komron korxonasi direktori Xurshid Tursunov bo'laman. Hozirgi murojaatim shu tadbirkorlik masalasida. Bu murojaat faqat men shaxsiy muammom haqida emas. Biz katta yuk mashinlarida yuk tashiymiz O'zbekiston ichida. Transport vazirligini xabariga ko'ra, bunaqa mashinalar soni hozirda O'zbekistonda 33 mingdan ortiq. Demak, 33 mingta kishining nomidan murojaat qilyapman desam bo'ladi. Ya'ni 33 mingta avtomashina bo'lsa, ikkitadan haydovchi bo'lsa 66 mingta bo'ladi. Bu 66 mingta oila, 66 mingta tadbirkorlik subyekti, yana hali bunga bog'liq mexaniklari bor, boshqa ularga ehtiyot qism sotuvchilar bor. Ya'ni 100 mingdan oshib ketadi. 100 mingdan oshiq odamning muammosi bo'yicha men sizga murojaat qilyapman. Murojaat mazmuni
quyidagicha. Bu hozir yo'llarda ko'chma tarozilar paydo bo'lgan. Katta yuk mashinalarini saqlab ko'chma tarozidan o'tkazyapti. Bu ko'chma yuk tarozilari paydo bo'lishiga sabab xo'sh, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining 2024-yildagi 26-sentyabrdagi 05/1 1990 sonli topshirig'iga asosan bu ko'chma tarozilar Avtomobil yo'llar qo'mitasi tomonidan sotib olingan va Avtomobil yo'llar qo'mitasi, Transport nazorati inspeksiyasi va Transport vazirligi va Ichki ishlar vazirligi huzuridagi o'sha yo'l harakati xavfsizligi bilan birgalikda bular qo'shma reydlar o'tkazishyapti. Qo'shma reydlarda avtomashinalarni saqlab o'sha ko'chma tarozilar olib kelgan. Bu ko'chma tarozilar qo'llanmalari nima uchundir rus tilida, ishlatish nimasi ham rus tilida, o'sha sertifikat talablari ham Gosstandart tomonidan tasdiqlangan, qo'llanmalari ham, ya'ni o'sha standartlar ham rus tilida. Lekin bu tarozilarni ishlatayotgan xodimlarni bu tarozi bo'yicha o'qigani to'g'risida na guvohnomasi bor, na boshqa narsasi bor. Savol beryapmiz, ana videolarimiz bor, isbotimiz bor. Rus tilini, harfini bilmaydi ko'plari. Qanaqa qilib ishlatyapti? Bu alohida bir masala. Endi bu masalaning mohiyatiga keladigan bo'lsak, bu avtomashinalar asosan 19-yildan kirib kelishga boshlagan. 19-yildan kirib kelishga boshlagan, 20-yilda Bosh vazirning 666-qarori adashmasam chiqqan 20-yilda, undan keyin 21-yilda 19-avgustda avtomobil transportida yuk tashuvchilarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 52-25 sonli qarori bilan kirib kelgan bu avtomashinalar. Bu avtomashinalarni yuk tashish degan joyiga, yuk bilan vazni degan joyiga 90 tonna yozilgan. Shaxsan endi men o'sha rahbarlik qiladigan korxonamda 3 ta avtomashina bor. Shuni yuk tashishda 90 tonna yuk tashiydi deb berilgan. Lekin hozir ko'chma tarozilarda shunaqa talab qo'yilyaptiki, bu har bir o'qiga, ya'ni o'sha ruscha aytganda har bir mostiga 6 ta mosti bo'lsa, 10,5 tonnadan yuk ko'tarish kerak degan talabni qo'yapti. Demak, mashinani o'zini og'irligi bilan 44 tonna yuk olish kerak. Mashinani o'zi 30 tonna. Demak, taxminan 14 tonna yuk oladi. Bu 14 tonna yuk bizni metan xarajatlarimizni bir marta metan xarajatini yarmisi ham bo'lmaydi-ku. Bunga asos qilib o'sha ko'chma tarozilarni tashkil qilishda Transport vaziri Janob Mahkamov, Avtomobil yo'llar qo'mitasi raisi Janob Jamshid Tursunovlar 2023-yilning 24-iyulida Bosh vazirga xat bilan murojaat qilib, go'yoki bu mashinalar yo'llarni buzayotganligi, ko'priklarni buzayotganligi to'g'risida arznoma qilishgan. Va bu arznomada 2011-yilda 26-dekabrda o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Miromonovichni bosh vazir sifatidagi qarorlarini keltiryapti bular. Endi oradan 14 yil o'tib eslab qolibdi bular bu qarorni. Bu vallomatlar qayerda edi? Bu mashina 19-yildan kirib kelgan bo'lsa, yuk ortishiga 90 tonna deb yozib bergan bo'lsa, ana u standart texnik tartibga solish agentligi sertifikatlab bergan bu mashinaga, bojxona kiritgan. Bu janoblar, Janob Mahkamov bilan Janob Jamshid Tursunov qayerda edi 14 yil ichida? Nimaga o'sha paytda bu mashinalarni kirib kelishini to'xtatmadi? Agar ular o'z vaqtida to'xtatganda edi bu mashinalarni kirib kelishini, banklarni xabardor qilganda edi, bong urganda edi hozirgiday. Banklar bizga kredit bermas edi. Biz otni kallasidagi kredit olganmiz. O'rtacha bitta mashina $100,000 turadi. Kreditlar asosan dollarda olingan. Masalan, men kreditlarimni dollarda olganman.
Bu O'zbekistonni o'sha valyuta zaxiralaridan chiqib ketgan Xitoy davlatiga. Keyin sertifikat olganmiz. Biz ham, banklar ham 2011-yildagi 26-dekabr 340-sonli qaror haqida tush ham bilmaganmiz hatto. Endi jabrini biz ko'ryapmiz. Shunchalik o'tib ketib, mana endi xat qilib, eng qizig'i bu ko'chma tarozilar avtomobil yo'llar qo'mitasiga olib berilgan. Shu avtomobil yo'llar qo'mitasi o'lchayapti. Shularning o'zida ham xuddi shunaqa mashinalar bor. Masalan, bizda 6 o'qlik, 5 o'qlik mashinalar bo'lsa, katta yuk mashinalar. Bularning mashinalari 3 o'qlik, 4 o'qlik. Agar bizning mashinlarimiz 14 tonna o'zini vaznidan boshqa 14 tonna yuk oladigan bo'lsa, bu mashinalar taxminan 7-8 tonna yuk olish kerak. Lekin mana marhamat, shaharlarning ichida avtomobil yo'llar qo'mitasining mashinalari bemalol 40 tonna, 50 tonna yuk bilan yuryapti. Ularni taroziga olib hech kim o'lchamaydi. Chunki tarozi aynan ular o'zining xodimlarining qo'lida. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun buzilyapti-ku. Men hali u tarozilarni instruksiyasi, ya'ni qo'llanmasi va GOSTi rus tilida ekanligini aytmayapman. O'zbek tili to'g'risidagi qonuni buzilayotgani haqida gapirmayapman. Bu tarozilarni o'sha standart talablarida tekis yo'lga qo'yish kerakligi, beton qoplamali yo'l bo'lishi kerakligi, har bitta o'q, ya'ni har bitta mostning tagida bitta o'sha o'lchovchi tarozi bo'lishi kerakligi, o'shandan keyingina umumiy og'irligini chiqarish kerakligi haqidagi bandlar bor. Bu bandlar qo'pol buzilyapti. Yana yuqorida aytganimdek, bular o'lchashni ham bilmaydi. Shu taroziga berkitilganligi to'g'risida prikazi yo'q. Prikaz borlarda boshlig'ining imzosi yo'q, o'zi tayyorlab olib chiqqan. Mana videolari bor, rasmlari bor, tashlab berishi mumkin. GAI xodimlari shunga berkitilgan o'sha bosh vazirning topshirig'ida tarozilarga boshlar topshirig'i bilan tarozilarga berkitilgan bo'lishi kerak GAI xodimlari. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari. Ularni ham buyrug'i yo'q, buyrug'i bilan tanishtirmaydi. Avtomashinalarni yo'lga saqlab olib, keyin tarozilarni chaqirib o'tkazyapti. U tarozi ko'chirib kelgandan keyin, bu ko'chma tarozi bo'lgandan keyin albatta qayta kalibrovka qilinishi kerak. Kalibrovka qilinmayapti. Bu haydovchilarni qonuniy e'tirozlariga sabab bo'lyapti. Yo'llarda tarozi borligini gruppalardan bilib turib, haydovchilar saqlab turibdi yo'llarda. To kechgacha saqlaydi. Asosan hozir kechqurun yuryapti, chunki tarozilar kechqurun yo'q. Hozir kechqurun ham chiqishga boshlabdi. Taroz kunduz kuni qayerdadir mana shu issiqda yotadi haydovchi, bechora. Uyimga 4 so'm pul olib boray deb, soliq to'lay, kreditimni uzay deb, keyin kechqurun yuradi. Bu tufayli o'sha baxtsiz hodisalar ham yuz beryapti. Transport vositalari avariyaga uchrayapti. Haydovchilar tushkunlikka tushgan, stressda yuryapti. GAI xodimlari bilan o'sha tarozini o'lchaydigan xodimlar bilan yoqama-yoqa janjal yo'llarda. Iltimos, bu muammoning yechimi bor. Ya'ni bu muammoning yechimi, bu mashinalar endi kirishga kirgan, kredit olingan. Shu kreditlarni 2-3 yilda uzamiz. Shu 2-3 yil ichida bu reydlarni to'xtatib turishga sizdan yordam so'raymiz. Va shu arada bu muammoning yechimi sifatida mana biz bosh vazirga murojaat qildik. Bosh vazir Mo'min Ochilboy Rahmatovga murojaat qildik. Xatlarimiz yetib borgan yo'q. Xatlarimizni yana avtomobil yo'llar qo'mitasiga yuboribdi. Bo'ridan arz qilgan qo'zichoqning xatini bo'rini o'ziga yuborganday qilishibdi. Ichki ishlar vazirining qabuliga Buxoroda 2 kun kutdik biz shuni qabulini. 2 kun Buxoroda yurdi. Qabul qilmadi ichki ishlar vaziri bizni. Murojaatlar bo'limining boshlig'iga bazo'r kirdik. Unga xatimizni bersak, u xatimizni ichki ishlar vaziri faqat vakolatida bo'lgan so'rovimizni olib GAIga yuboribdi. Respublika GAI o'sha yo'l harakati xavfsizligiga. Bu ham bir parcha javob yuborgan. Biz bu javob yana o'sha qarorlarni keltirgan. 2011-yildagi 14 yil oldingi qarorni, Vazirlar Mahkamasining qarori bor, biz ham mana shu qaror bo'yicha ishlayapmiz deb. Shu qarorni ustidan shikoyat qilyapmiz-ku. Shu qarorni vaqtinchalik to'xtatib turishlarini so'rayapmiz-ku.
Shu qaror chiqqan ekan, nima uchun mashinalarni kiritdingizlar deb so'rayapmiz-ku. Biz shunday yordam so'raymiz. Biz Ochilboy Ramatov bilan agar iloji bo'lsa, janob bosh vazirimiz Abdulla Ne'matovich bilan transport vaziri va avtomobil yo'llar qo'mitasining rahbari va yo'l harakati xavfsizligi rahbariyati bilan biz tadbirkorlarni uchrashishga yordam bering. Davra suhbati qilib, o'tirib, bu muammoning yechimi bor. Mayli bir 190 tonna tashimaymiz, biz 50 tonna tashiylik. Mashinalarimizni shunga qayta jihozlaylik. Qayta jihozlashimiz uchun Respublika GAIni ruxsati kerak bo'ladi. Vazirlar Mahkamasining qarori kerak bo'ladi. Endi bu sho'rvoni pishirgan mana shularning o'zi. Shular bu mashinalar mana o'sha mahkama bilan janob Jamshid Tursunning xatida bu mashinalar Yevropada va MDHda taqiqlanganligi keltirilgan. Bular kansallar nima uchun o'sha paytda kiritdinglar sanlar bu narsani? Xatida shu narsani yozyapti. Ko'p endi shu ish bo'lgan ekan. Endi buni yechimini izlaylik. Bizda yechimi bor. Mashinalarni qayta jihozlash kerak. To qayta jihozlagancha, to kiritlarni uzgancha reydlarni to'xtatib turishlarini so'raymiz. Menda son sanoqsiz videolar bor, son sanoqsiz audio yozuvlar bor. Yo'llarda korrupsiya bor, bu bo'yicha xo'sh hozir aytish mumkin, qanaqa qilib isbot qilasan deb. Mana videolarni qo'yib beraman. Haydovchilarni gruppalarga yozgan ovozli xabarlarni qo'yib beraman. Agar shuni isbot deb hisoblasa. Bu prezidentimiz korrupsiyaga qarshi kurashib o'tibdilar. Bular korrupsiyaga yo'l ochadigan omillarni tayyor qilib beryapti. Bu korrupsiya omil bu. Shu uchun hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli Saida Shavkatovna, mana siz haqingizda Saida Shavkatovna missiya o'sha nom bilan videolarni ko'ryapmiz. Juda ko'p odamlar buni juda yaxshi qabul qilyapti. Ba'zi bir g'alamislar bu siz o'zingizni PR qilayotganingiz haqida gapiryapti. Men shaxsan bu narsaga ishonmayman. Men PR deb hisoblamayman. Endi sizga ko'proq murojaat qilayotganim sababi Saida Shavkatovna. Endi ruscha maqol bor. Nesarskiy delaydi deydi. Ya'ni podshohning ishi emas, prezidentning ishi emas bu. Mana bu pastdagilar bilan hal bo'ladigan, Ochilboy Ramatovlar bilan, transport vaziri va ana bu Jamshid Tursunov bilan hal bo'ladigan masalalar, yo'l harakati xavfsizligi bilan hal bo'ladigan masalalar. Bizga endi harakat qilyapti, yordam berishga Buxoro viloyati hokimi bilan u kishini qabullarda 2 marta bo'ldik, 1 marta Zoomda bo'ldik. Savdo sanoat palatasi rahbari Davron Vahobovga ming rahmat. U kishi ham bizga yordam berishga harakat qilyapti, Zoom qilishga harakat qilyapti. Lekin bularni vakolatiga kirmaydi bu narsa. Ular bu narsani faqat yordam berishi mumkin, yuqoriga aytishi mumkin. Iltimos mana shu Ochilboy Ramatov, bosh vazir, transport vaziri, avtomobil yo'llar qo'mitasi rahbari va yo'l harakati xavfsizligi rahbariyati bilan davra suhbat qilishga ruxsat bering. Men tadbirkorlarning hammasini yig'ib boraman. Endi hammasini yig'ib ko'pchiligini yig'ib boraman. Chunki bunaqa mashinalar 33 mingdan oshiq. 33 ming kishini yig'ib bora olmayman. Ko'pchilikni yig'ib boraman lekin. Davra suhbat qilaylik. Hozircha birinchi sizdan iltimosimiz, o'tinib so'raymiz, iltijo qilib so'raymiz. Yo'llarda noxush hodisa bo'lishini oldini olish holatda ko'chma tarozilar bilan bo'ladigan reydlarni ushbu masala uzil-kesil hal bo'lgunga qadar to'xtatib turishga shaxsan topshiriq berishlaringizni iltimos qilaman. Boshqa hech kim qilmayapti. Chunki biz murojaat qildik. Ichki ishlar vaziriga ham murojaat qildik, bosh vazirga ham murojaat qildik, Ochilboy Ramatovga ham murojaat qildik. Murojaatlarimizni xalq qabulxonasi olib, o'yin qilib boshqa joylarga yuboryapti. Men aniq bilaman, Ochilboy Ramatovning ham, bosh vazirning ham xabari yo'q bizning murojaatlarimizdan. Yo'llarda nima bo'layotganini balki bilmasligi ham mumkin ular. Quloqlarga borgan bo'lishi mumkin. Bu rezonans bo'lib ketyapti bu. Biz ana shu mansabdor shaxslar bilan uchrashtiring. Iltimos sizdan. Rahmat. Sog' bo'ling.